Tartıvelingan hayat. Roman. Abdori Mustafa Abdurahim. 1. bölüm. 5. qism. İparning dada deb ishikni ochqinini anglagan Nurxon bilan Yulduz Sardarni kelgan o'xshaydi deb ishkirki uydan yugurib chiqishdi. Mavlud İparning dada deganini anglagan edi. İparni ko'rishi bilan yuragi jiq qilgandek bir tuyg'uga keldi. Xuddi ikkisining tumuri bir-biriga bog'liqdi. Mavlud bilib-bilmay İparga qo'lini uzatdi. İpar bu natunish odamning nemishqa o'ziga bundaq nazarda qaraydiganligini anqiramay, Mavludning yanida bastilik, egiz bo'y, qosh ko'zi o'yib qo'ygandek chiroyli, illiq chiroy yigit Arslonga qarab, "Siz yeliqi" deganicha turib qoldi. Arslon İparga qarab, yaqimliq birini jilmayib qo'ydi va uni buningdan keyin o'ziga tava bo'lgan hayotga qaytib boradigan bo'ldi. Endi u kichik oshpuzilda jafo tortib, bu oilada g'urbatchilikda o'tmaydigan bo'ldi deb o'ylab, ichidan bir xil xushalliq yuziga tapchib chiqyotdi. Arslan Mavlud apandiga, "Mana bu sizning qizingiz İpar" deyish uchun endi gap qilay deb turishiga, Nurxon ikki erning İparga qarab xushalliqdan og'zi quliqiga yetganligini ko'rib, "Sizlar kim bo'lasizlar?" debla Arslanning so'z qilishiga fursat bermadi. Yaxshi turibsizmi? Ben Mavlud Bahri bo'laman. Bu yoq mening yordamchim Arslan. Ben qizimni ep ketgili keldim. Qizim shundoq chiroyli cho'ngibdi. Sizlarga rahmat aytgan bo'lmasimi? Biroq yana rahmat. Qizimni mendan 20 yil yo'shirdinglar. Bo'pti. Qizimni topganman. Bu ishlarni surishti qilib yurmang. Qizim, men sizning dadingiz bo'laman. Siz opingiz Mavluda ikkimizning muhabbat mevasi jinim qizim. Cho'ng dadingizning shaxsiyatchiligi tufayli opingiz ikkimizning aloqasi uzilib, sizning bu dunyoga ko'z ochganligingizdan mu xabarsiz qolibman. Ham ismingizning nima ekanligini mu bilmayman. Meni kechiring qizim. İsmingiz... Mavlud apandi İparning oldida beshini yerga to'van qilib shularni da'vatlatdi. İpar bo'lsa bu odamning nima da'vatganligini anqiramay, hang vaqtidek birda Nurxonga, birda Arslonga qarab turadi. Yulduzning Nurxonni ittirishi bilan Nurxon Mavludning gapining beliga tepdi. "Voy-ey, asli qizim Yulduzning dadisi silimiddilar. Kamil Baydiq tunugin bizning uyga kelib Yulduzni ko'rib, "Voy mening navram, voy mening yurak param, Mavlud bilan Mavludamning beshini bog'lab turg'ich Parizotim" deb Yulduzni bir ko'ribdi tunib qilib bag'riga besib ketgan edi. Kamil begim bugun Yulduzni ib ketaman degan. Biroq o'zini bugun ko'mdiq. Qizim Yulduzning mo o'zining o'z dadisini tezroq ko'rgisi kelib, taqatsizlik bilan o'ltiratdi. Mana o'zlari qizlarining ko'nglini to'ygandek niyotmanmi yoki o'tmanmi ish qilib bir odamning qalisiga olma tushgandek silimi oldimizga to'q ketib paydo bo'lib qoldilar. "Voy, İpar, İpar, bu yerga kel qizim, bu yerga. Ochang dadasi bilan tanishvasin." "Bu yoq Yulduz, bara qizim, bara. Dadangning bag'riga o'zingni itib dada deb chaqirg'ina. Bular mamamsan." Nurxon shularni degach, qizi Yulduzga qarab, ko'zlarini chimchiqlatib, "Mamamsan" deganni qilib ko'z ishorasi qildi. Mavlud Nurxonning gapini anglab, biri İparga, biri Yulduzga qarab hayron qilib o'tadi. İpar bo'lsa, intayin sodda, sabiy, chehridan mehr muhabbat yig'ib turadigan. Qunduzdek chochlari xuddi Mavludaning yosh vaqtiga o'xshaydi. Biroq Yulduzning chiroyidan qo'vliq chiqib turadigan bo'lib, qosh ko'zlari Mavludaga o'xshamaydi. Mavlud İparni qizim deb o'ylab qolganidan umidsizlanib, Yulduzning oldiga bordi. Bu yerda hammadan bak hayron qolgani Mavlud emas, balki Arslan edi. Chunki u Kamilbayning İparni ishlayotganini oshpuzilning oldida uningga butun bir kun qarab turganligini
o'z ko'zi bilan ko'rgan edi. Ham Arslanmo Mavludaning yosh vaqtidagi suratini ko'rgan bo'lg'ashqa, iparni Mavludaga o'xshatgan edi. U hayron bo'lib, agar ular ipar bilan yulduzni almashtirishni o'ylagan bo'lsa, to'sib qolay deb Mavlud apandini to'xtatdi va Nurxondan so'radi. Mavlud apandining qizi ipar emasmi? Oldingi kun men Kamilbayning ipar ishlayotgan kichik oshpuzulga berib, uningga yiroqdan bir kun qarg'anligini o'z ko'zim bilan ko'rgan edim. Tek suratga ilib olgan. Mana ko'rib yiqinglar. Arslan telefonda tartib olgan suratni va ko'rinishlarni hammasiga ko'rsatdi. İpar Kamilbayning yuzini ko'rib, uni tanidi va "Men bu cho'ng dadamni ko'rgan edim. U meni izlab kelibdi-ekan." U sizga nima deydi? U menga dadam onamlarni izlab kelganligini, ularning uyda yo'qligini bilib boshqalardan so'rab, mening ishlayotgan yerimni so'rab kelganligini degan edi. U boshqa gap qilmadimi? Masalan, men sizning cho'ng dadangiz degandek. Yo'q, undaq demadi. Faqat dadam onamlarni izlaydigan muhim ishi borligini, ham o'zini dadam onamlarning yiroq tuqqanish keligini deb, kechdi ko'rishaylik qizim deb ketib qolgan edi. İparning so'zlarini anglab, Mavludning kallasi qaymoqishga boshladi. Nurxon bilan Yulduz İparning Kamilbay bilan ko'rishganligini bilmagachga, ulardami qo'rqish paydo bo'lishga boshladi. Orani uzoq sukut bosqani shu daqiqada eshik oldiga saqchi mashinasi kelib to'xtadi va eshikning ochiq turganligini ko'rib, uduli eshik oldiga keldi. Saqchini ko'rgan Yulduz bilan Nurxonning yuragi yelili sakrab, oldiga po'kla qilib tushadigandak bir holda so'qishga boshladi. İpar saqchini ko'rib yig'lamsirab qina. "Dadamchu, dadam qani saqchi yo'ldosh? Dadamni ilib kelmadinglarmi? U qani? Men dadamni ko'raman." O'zingizni bilsa bo'lansanglar. Dadangizni ilib kelmadik. Dadangizning jinoyati bor. Shunga hozircha dadangiz bizning yonimizda turib turdi. Nurxon bilan Yulduz Sardar qaysanglar? Biz Sardarga nima ish bo'ldi? Uni qo'yib bermamsizlar? Uning jinoyat ortilmaydi degan-ku. Kim sizga uning jinoyat ortilmaydi dedi? U degan bir odamning o'limiga sababchi bo'lgan odam. O'z bevosita qo'l silib odam o'ldirmagan bo'lsa-mu, vositalik holda o'ldirgan hisoblanadi. Bu yerda jinoyat qilib berganingizga hech qanday foydasi yo'q. Yulduz Sardar, siz buningga imzo qo'yib barmoqlarni besib beringlar. Bu nima saqchi ukam? Men Qorsavat, shun xat tunmayman danga. Qizim nimishqa buningga imzo qo'yib barmoq bosadi? Men nimishqa bu varaqqa imzo qo'yib barmoq bosman? Ey, biz ya jinoyat o'tkazmasak, bizning barmog'imizni nim qilsizlar? Nimish qanday qilamiz? Barmoqlarni opirib qo'rib yeymiz. Asta, nimandaq gap tushunmaydigansiz acha. İmzo qo'yib barmoq besan degan ekan, men deganni qilsangiz bo'ldi. Agar qilmaydim desangiz, biz bilan birga saqchixonaga bosanglar bo'ldi. Shu yerda obdan tushuntirib qo'yaman. İpar saqchining vositalik holda odam o'ltirgan bo'ladi degan gapini anglab, joyida turolmay qolgan bo'lib, beshini tutib, tamg'a yo'linib qolgan edi. Arslan İparni darhol yo'lib oldi. Nurxonning jahillik bilan varaqqa qarab, buningda nima debdi deb hang vaqtidek qarab turganini ko'rib, İpar saqchining Nurxon bilan Yulduzga tanglab turgan varaqchisini elib, titrak ovozda o'nlik o'qidi. "Menki Nurxon, shundaq guvohlik beramanki, mening erim Sardarning odam o'ldirish voqeasi bilan hech qanday aloqam yo'q. Men u chaqda sirtda bo'g'ashqa bu ishlardan uyga kelganda xabar topdim va erim Sardarga o'zini saqchiga ma'lum qilish taklifini berdim. Agar erimga haqiqatan jinoyat ortilsa, mening boshqa fikrim yo'q. Arz shikoyatim yo'q. Qonunning adil bir taraf qildiganligiga ishonaman. Shunga qonunning bir taraf qilishiga hurmat qilaman. Menki Yulduz Sardar, dadamning, ya'ni meni beqib olgan dadam Sardarning odam o'ldirish voqeasi bilan mening hech qanday aloqam ham chetishligim yo'q. O'lguchi mening cho'ng dadam Kamil Bahudun. Men o chaqda dadamning biriga qattiq vaqirab, uni ishtirib etganligini deriz sirtidan ko'rgan edim. Men aldirab uyga kirgan vaqtimda Kamil Bahudun, ya'ni cho'ng dadam yerda ko'zi ochiq holatda yotadi. Men meni beqib olgan dadamga
Kamil Bahodun efendini tezden doktorxonaga apirishni aytgan bo'lsam-mu, lekin meni beqilgan dadam Sardarning yo'q, doktorxonaga apasaq u hushiga kelsa, meni qonunga topshirib berdi. Ham seni mendan tortib o'z dadamga topshirib berdi. Men sendan ayrilmayman deb unimay turib olish sababli cho'ng dadam Kamil Bahodunning yurak kesili qo'zg'alib, qon besimi o'rlab ketganlikdan jiddiy qutqizib olinmay o'lib ketishiga sababchi bo'ldi. Mendek bir navrisini amdila topgan buvamdan meni mangulik ayrig'ini uchun qonunning adil bir taraf qilib, menga haqqoniyatni yaqilab berishinglarni o'tinaman. Guvohlik berguchi. İpar Nurxon bilan Yulduzning bergan guvohlik so'zini o'qib bo'libla o'shidan ketdi. Saqchilar Nurxon bilan Yulduzga guvohlik so'zlarining rost ekanligi, qilchi yolg'oni yo'qligiga imzo qo'ymasa, saqchixonaga berib, qaytadan so'roq qilib, boshqadan guvohlik berdiganligini deganda, Nurxon bilan Yulduz oldirab imzo qo'yib, barmoqini bosdi. Saqchi yigit Kamilbayning urug' tuqqanlari bilan aloqalashib, ondan Sardarni bir taraf qiladiganligini aytib qo'yib, chiqib ketdi. Arslan Iparni yo'lab o'ltirg'izib, chekisini o'lab, suv chechib degandek uni hushiga keltirdi. Mavlud apandi Kamilbayning o'lim sababini anglagandan keyin qattiq birini tartib qo'yib, "Men boshqa kuni kelay" deb qo'yib, Arslanni agashtirib ketib qoldi. Ularning ketib turishiga Nurxon Yulduzning yuziga necha shapaloq silvatdi. Tuzini yeb tuzlig'ini chaqirgan deyus qanchoq. Dadangning seni baqqiniga qaytirgan javobing mana shu. Ay qani sen beni o'chding-ku. Voy appa, men guvohlik berib chiqsam qolgan ishlar oson bo'ladi deb so'zlab ketayotmamdin. Sening dadangga qilgan yaxshi ishing mushuma, ha? İzzet, voy İzzet. Sen bizning bolamizmi emasmi? Ay. To'li bana yundaqni yiqitib angrab berma. Men sizlarning bolanglar emas. Kimning qiz ekanligimni hech bilmadingmi? Men degan Mavlud Bakr bilan Mavluda Kamilning qizi. O'z oilamni endi topdim deb xush bo'lib tursan, Sardar dadam buvamning qon besimini o'riltib o'ldirib qo'ygandikin shunday qildim. Qandoq? Bo'lmabdimi? Agar bak chidamagan bo'lsang, soqchixonaga berib, onam deyman deb, dadam deb guvohlik berib qaptiman. Cho'ng dadamni Nurxon onam o'ldirgan deymi ya? Ha? Qandoq? Ağzını şu! O'zingning otamsin deb olgan bo'lsang-mu, dadamga bunday qilsang qanday bo'ladi? U seni mendan char ko'rib boqmadimi? U seni o'z qizi o'rnida ko'rmadimi? Onam garchi sen haqning qizi bo'lsang-mu, mendan bekrak yaxshi ko'rib seni beqib cho'ng qilmadimi? Sen bekrak nomussiz kelsan! Voy, og'zini jumasan. Men nomussiz. Acaba nomusliq bo'laman deb qotilni yo'shirib qolsam bo'lamdi? Ishqinglarchi, to'li mening beshimni og'ritib patildab amay, Sardar dadamga o'lim jazosi berganligiga xushvaqt bo'ltiringlar. Sen Yulduzning odamning qalbidan chiqqan so'zlariga chidab bo'lolmagan Nurxon yuragini qamallig'inicha yerda o'ltirib qoldi. U o'z qizi Yulduzni o'z dadasiga bunday qilishini xiyoliga keltiribmi qo'ymagan edi. Iparmo Yulduzning so'zlaridan seskinib, eshikni qattiq yopganicha sirtqa chiqib ketdi. Iparning chiqib ketib turishiga Yulduz opsi Nurxonning yoniga kelib, uni yo'lidi va "Jinim ona, boyqi so'zlarimni kechirayotgina. Agar men boyi shunday gaplarni demagan bo'lsam, Ipar degan juvoy nimak mening boshqalarning qizi ekanligimga ishonmaydi. U mendan seskansa, ondan meni tezroq kesgan deb umid qiladi. Mavlud apandini o'zining dadasimikin degan xiyolidan voz kechdi. Anglading-ku ana? U qeri Iparning yeniga beribdi. Biz hozircha bilmay yuribdik. Asli sen men bilan urushganning o'rnida Söyümlik qizing Ipardan bu ishlarni nemishqa bizga demading deb hisob olsang to'g'ri bo'ladi. Dadamni jinoyatchiga chiqarib guvohlik berishimning asl sababi sen ona. Seni deb shunday qildim. Agar shunday qilmagan bo'lsam, hozir jazo o'tayotgani sen. Bu yerda Mavlud apandiga meni emas, Iparni topshirib berayotgani dadam bo'ladi. Sen shuni xohlamsan? Ha? Sening boy-boy yashab turmushga ega bo'lgan battig'i. Mana men oldingda turibdiman. Mendek bir cho'ng boyliqdan xush bo'lsang bo'ladi.
Ansirmagina ana. Men Mavlud apandining uyiga borgandan keyin puldan ansirmayman. Shu chaqda yuqori bahoda advokat taklif qilib, dadamni o'zim qutqizib chiqaman. Qandaq? Amdigo xapomaydigansan? Boy sana ishparning oldida chandırib qo'ymayli deb, shundaq dedim. Navoda sen ochchig'ingni bosamay, sen degan mening qizim, ishpar Mavludning desang, u chaqda dadam bekodan beka uvalchilik tatgan bo'lmamdi. Amaliyotda dadamning shu yerda bo'lib kelishiga ishpar sababchi. O qeri ishparni ep ketaman deb changtirib olmagan bo'lsa, senmi pul deb jidal qilmagan bo'lsang, shu ishlar bo'lmaydi. Bo'ldi, endi ko'nglingni yerim qilma. Dadam degan er kishi hech nima bo'lmaydi. Uyda bo'lsa-mu hech chiqmay beka yeb yotadi. Uning muhit almashtirganimi yaxshi bo'ldi. Endi-chu ana, biz bunday qilamiz. Yulduz uni buni deb yurib, Nurxonning qallasini aylantirdi. Nurxonmi ham qizining keyingi planlarini anglab, beshini him deb langishib o'tiradi. İpar uydan chiqib ketib, taxicha kirmagan edi. Aradan xeyli vaqt o'tdi. Nurxon bilan Yulduz yomon planlarni so'qiyotgan shu paytda Mavludning singlisi Nazila Arslandan Mavludning qizining ismini va uyining adresini so'rab olgandan keyin, u cho'qim akamning qizi emas. U cho'qim yolg'on. Bugun uning abdi bashirsini oshkorlayman deb g'azab bilan shu uyga qarab yo'l oldi. Nurxon bilan Yulduz iparni saqlab turgani shu paytda ishikni biri yervatgudek qattiq urdi.